Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hozirda qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni hammalarini, oila a'zolari, bola chaqa, qavmi qarindosh, yor do'st birodarlari bilan hammalarini sog' salomat tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. O'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimizni hammalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog' salomat, tinch omon, butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Bu farzandlarning rizqini, ulug' martabasini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, bobo momolari, el yurtning ko'ziga quvonch bo'ladigan ulug' farzandlardan bo'lishlarini nasib etgin. Parvardigoro, o'zingdan yolborib so'raymiz, el yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.